Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar yurtimizning eng chekka hududlarigacha yetib borib, aholi farovonligiga xizmat qilmoqda. Xususan, sog'liqni saqlash tizimidagi tub yangilanishlar Buvayda tumanida ham yaqqol sezilmoqda. Tuman aholisi uchun zamonaviy tibbiy xizmatlarning yaqinlashishi, sifatli tashxis va davolash imkoniyatlarining yaratilishi muhim ahamiyatga ega. Rivojlanishdi. Oldinga siljishdi mana shu meditsina sohasida Buvayda tumanimizda ham ko'rib juda ham xursand bo'lyapman. Chunki xalqimiz Farg'onaga, Toshkentga borib qiynalmasdan mana shu yerda o'zida chiroyli sharoitlar yaratilibdi. Mana qurilayotgan tibbiy muassasalar, shular qator ilgari bunaqa xususiylar umuman bo'lmagan. Hozir ko'rib, hamma yaratilgan sharoitlarga qarab shukr etyapman Allohga. Zamonaviy apparaturalar Buvayda tumanida ham hamma yerlarga qo'yilib, men mana o'zim bemor bo'lganimga yurib turib bildimki, rivojlanish juda kuchli. Mingdan ming rahmat prezidentimizga. Markaz tarkibida zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan laboratoriya faoliyatining yo'lga qo'yilgani esa tashxis qo'yishda aniqlik va tezkorlikni ta'minlamoqda. E'tiborli jihati shundaki, ushbu ezgu tashabbus prezidentimizning tegishli qarori asosida amalga oshirilayotgan Kelajakka qadam dasturi imkoniyatlari samarasidir. Dasturdan oqilona foydalangan holda Dilafruz Nazirjonova tomonidan tashkil etilgan mazkur tibbiyot markazi davlat qo'llab-quvvatlovi va xususiy tashabbus uyg'unligining yorqin namunasiga aylandi. O'tgan yili oliy ta'lim muassasasini bitirdim. Kelajak qadam loyihasini eshitib, kredit olishga niyat qildim. 800 million imtiyozli kredit berishdilar. Laboratoriya loyihasiga qadam bosdim. Hozirda ish o'rin 4 kishidan iborat. Ish o'rinda Xudo xohlasa 10 tagacha olib chiqish niyatim bor. Katta imkoniyat berdi. O'zimda o'rnimda topdim birinchi o'rinda. O'zim uchun katta kelajak yaratdim. Yanada ish o'rinlari orttirdim. Prezidentimizga kattakon rahmat aytaman. Davlatning ko'magi tufayli yoshlar o'z orzularini amaliy loyihalarga aylantirib, jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqda. Bu esa Kelajakka qadam dasturi haqiqatdan ham kelajak sari ishonchli qadam ekanini yaqqol namoyon etayotir.